Hammani yangi yillaringiz bilan tabriklayman do'stlar va 2025-yilda men shu Ahror Alixonovning temasini yakunlamoqchi edim. Nima bo'lganini juda ko'p so'rovlar mendan aytib o'tishim kerak. То что birinchi очередь Ahror meni og'aynim edi. Поэтому youtuber bo'lib turib, YouTube syomkalariga borardim. Va men shu oxirgi YouTube syomkasida Короче, normal bloger qilmaydigan ish chiqib qo'ydi bu bola va menga bloger sifatida meni yaqinlarimga bu narsa tegyapti. Men bu narsani chidamasdan, короче, bo'ldi, jigar o'zingning yo'ling bilan ketur deb aytvordim va agar mujik bo'lsa chiqib aytib beradi nima bo'lganini. Agar mujik pussy bo'lsa, to qora profil bilan qolib ketaveradi mana shu blogerlik karyerasi. Va bitta narsa so'rab qo'ymoqchi edim sizga do'stlar sizlardan, to что menga iltimos mana shu odam bilan umuman hech nima so'ramanglar, hech nima yozmanglar va вот shunchaki bu yerda situatsiya, что men даже bor YouTube'da va Instagram'dagi kontentimni o'chirib tashlamoqchiman bu odam bilan. Короче говоря, mana shunaqa tema bo'ldi va uni hayotida omad tilab qo'yaman yo'lida, men o'zim yo'lim bilan keturaman. Просто men bilan u bolani bog'lamanglar bo'ldi. Давайте, jigarlar, от душанskiy charchamanglar yangi yillaringiz bilan.